Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Mana bizlarda yangiliklar bor. 4 ta xorozdan qo'shdik. Bo'lmasa, hozir ko'rsatib berishga harakat qilaman. Mana bu xoroz. Bunisi o'zimning eski xorozim, mana bu xoroz. Keyin yana bir yangilik, mana bu yerdagi taxtalarda xudo xolasa setga tortib katta fermacha qilamiz. Taxtadan oldik, yaqin ko'chirdik. Xullas 4 ta yangi. Mana bu yangi xoroz, jo'ja. Keyin esa mana bu xoroz. U o'zimniki suv chekkan. Bu xoroz, unisi xoroz. Keyin mana bu xorozni olib keldik. Bo'lsa ishlayapti bular. Kecha olib kelganimizdan ishladi. Keyin esa o'sha tuxumlarni falgan ustidan somon qilib, mana chotki joycha qildik. Bo'lmasa, lekin bu tomoni falganlar chiqarib tashlayapti. O'rdaklarni ajratdik. Shu o'rdaklarga tuxum qo'yishga joyi. Indutkalar bu chertib zo'rlarni bu tarafga oldik. Mana jo'jasi ham bor, lekin bular polibom martgacha tuxum qiladi. Polibom. Keyin mana bunaqa mayda partiya qildik. Bularni ko'rsalar hammasi jo'ja. Mana eng kichkinacha shu. Qolgan hammasi yirik, lekin bular mani cho'timcha shu yozlarda tuxumga kirsa kerak. O'shaning uchun bularni alohida qildik. Xorozlar cho'milyapti hozir. Ishlayotgan joylarni video ko'rsatishga harakat qilaman. Don, yem, hamma narsani chotki yapti. O'zimizni xoroz cho'milyapti hozir. Yangi xoroz. Xudo xolasa tuxumlar turgan edi, o'z tuxumdan to'xtadi. 1-2 kun meni qo'yishmayapti. Ishqib shu yangiliklar. Keyin mana bu yerdan kaftarlar uchun joy qildik. Naqsim bo'ldi. Hozir ikkitamiz uchib o'tdi. Chorshanba kuni olib kelib qo'yordik. Qolib ketdi. Naqshinlar, kovsonlar. Xudo xolasa endi bularni mana katta partiyani iloji boricha tezroq ko'paytiramiz. Shu yangiliklar. Bizlarda havo bulut, shamol. Hozir bularga yem, kepak bilan makkay bug'doy beryapman. Bu menimcha kepak emas, korum dedim, shunaqa kilovoy o'sha. Makkay bug'doy ko'p ketib qolyapti. Korum 3200, makkay 4200, bug'doy ham 4200. Iloji boricha bu tarafda tullar ko'proq. O'zimiz eski xorozni bir sotmoqchi bo'ldik. 1-2 ko'zim tushdi, yana ishlayapti. Yursin dedim. Mana makon. Agar bunga qorabosh xoroz tavuk kelsak, bundan 2 dona bor. Mana bu bilan, mana bu. Mana shu ikkovini qoraboshga qo'shsak, 80% qorabosh jo'ja berishi mumkin. Yursin qonuni buzib. Lekin ko'p odam aytadi, oqbosh arzon, nima. Lekin sinovdan o'tkazgan odam biladi, oqbosh qoraboshdan ko'ra ko'proq jo'ja ochadi. Ko'p marta ko'rib biladi. Ochib bo'lgandan jo'jasini yana tuxum qo'ysa yana ochadi.
bitta narsaga hayronman, mana shu o'rdagimiz. Aslida qoni yo'qmi? Qoni kammi? Sariqli. Meniki qip-qizil bo'lsa, uniki sap-sariq bo'lib turadi. Nimaga bunday? Joylarga o'rgandan sonra anchadan beri o'zi bir video qilishga vaqtim bo'lmadi. Kommentariya, like, podpisa qilsalar ko'proq video qilishga harakat qilaman. Bu o'zi katta makonlarda soni 26 ta xo'roz, 3 ta berdi. 3 ta. 22 ta jo'ja, 54 ta jam. 2 ta o'rdak, 56 ta. Xudo xolasa o'zim xo'rozni ishlashgan jarayondan bir ko'rsatib qo'yishga harakat qilaman. Xo'rozlar lekin yaxshi xo'roz lekin. Ana shu yerda mana afti sariq. Mana buniki esa qizil bo'lsa, uniki sariq. Yo, o'zi shuni biladim, bozordan bir ikkita ko'rdim, afti sariq. Mana shu jo'ja xo'rozim o'tgan. Bularning narxi 600 ming so'mga 4 ta. 150 mingdan tushdi. Bozorda uch makonlari 100 mingdan kami yo'q deb turibdi. Endi xudo biladi qanchadan beradi. Bozorlarda syomka qilishga ham odam bo'lmadi. Sal obunachi ko'paysa, xudo xolasa 500 taga yetsak, video bozorlarda ham video qilib qo'yamiz. Uyda papgaylar bor, ularda ham karillar bor. Uni ham video qilamiz, xudo xolasa. Mana bu o'rdak qarang, qanday chiroyli ko'rsatmasin. Bular sal kepakni qoldiryapti, maydachalar kepakni bitta ham qoldirmaydi. Xo'lasa hozircha shular. Yangi videolar qilamiz. Kanalga podpiska berishni esdan chiqarmanglar. Ko'proq odamga ulashib qo'ysalar yaxshiroq bo'lardi. Xo'rozlar ishlashni boshlagan. Yana bitta joyda bor deyapti, narxini kelsak agar. Bugun 4 tami shunday ekan, 13 ta. 4 xo'roz, 9 ta ekan. Agar kelsak uni ham olamiz. Xo'lasa endi lekin ulardan hammasi tullak. Xo'rozlari jo'ja xo'roz, bahorgi bosqichlari dahshat. Xudo xolasa bu yil bitta niyat qilib turibman, o'chirsam xo'rozlarini bir oy boqaman jo'jalarga. 40 mingga yangi ochilgan sot ekan. Sotuvdik, o'tgan to'g'ri qilayotganda shu bir oyla boqib olmishdan solsak, u yegan dona bilan bir xil chiqadi. Boqqanimiz xolos. Lekin men 50 ta xo'rozni ajratib olib qolib, qolganini sotaversam, xo'rozlarni bahorda sotaman. Bunday tullak bo'lgandan keyin 50 ta. Ham bir ikkita iste'molga bo'lsa 40 ta qo'ysin, 40 ta. Tanishlarga bersak, sotsak, kepga bo'lib ketsa, 40 ta qolsa 40 tasini 300 mingdan bu yil indamasdan oladi. Sababi mana shuni, mana bu katta xo'rozlar
200 ming, 250 ming, 280 minggacha sotildi. Buni men bir tanishdan 170 ming olganman. Mana buni 80, buni 50. Bozor holati mana shuda. Mana buni ertaroq olganim uchun 50, bunisi kechroq olganim uchun 80. O'zi boshida olganlarim 50 ming, ana shunday 60 ming sal ko'tarilganiga olmaganimga birdan narxi oshib ketdi. Keyin arada bir ko'pini sotdik, juda ko'pini. Eskilarni sotdik. Boqilgan semizlarni. Ariqlari, eng arig'i ham hozir kamida makonlar 2,5 kilo, 3 kilo qiladi. Xo'rozni menimcha 5 kilo yoki nari berimi. Chiqib katta xo'roz ya. 2 yillikmi, 3 yillik. Uncha yoshini tushunmayman. Shu tullagini aniq yo 1 yil yo 2 yillikda. Mana bu 3 yillik. Birinchi boshlaganida ham shu indutkan bor edi. Xudo xohlasa buni qondan olib qolamiz. Chunki toza gavdasi katta, jussasi katta. Sinab ko'raman, bu o'tsa ham tuxum bosuvdi. Mana bu esa maydaroq. Sotuvga yoki boqib go'shtga shuda. Xudo xohlasa bu yil buning sonini yanada ko'paytiramiz. Hozir yana olib kelish kerak. İşte asta songa ishlab, keyin asta sifat ko'taramiz. Lekin bu yerda faqat sifatlilari, tozalari sotgandan chertib olib qo'yganman. Zo'rlar. Buni ham ichida bor 5 tami, 4 tami maydaroq. Atak qonuzur, ota-onasi katta bo'lganlari. Burası şu Asakke'de işte. Asakke öğrenleyen zo'rlar. Mana bu o'qdan ular mayda edi qoralar. Lekin rostmi shunaqa dam berdim. Finish berasiz. Bir kun finish bo'lmaganga rost olib ko'rdim. Suyagini katta qilgan. Kattami, jo'jami befoyda. Baribir suyagini o'stirishiga men ishondim lekin. Jo'jalarni bir-birdaydi, mana bular kelganda katta mahkam. Hech kim uni jo'ja deb o'ylamaydi lekin 2-3 yillik deydi. Lekin bular bahorda jo'jasi. Bahor kelsa 1 yosh bo'ladi. Ishqi mana bu birinchi mayda mahkamcha, lekin bu ham sal ko'zlarini olib qizarib, to'lib bo'lganda katta desam bo'ladi. Ishqi kanalda shu yangiliklar, obuna bo'lib, pachka bosib qo'yinglar. Yana bir yangiliklar bo'lsa, sizlar bilan ulashib boramiz. Xayr, sog' salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'ling.